Bu orolga kelsangiz ko'p marotaba ko'zingizga yosh kelishi aniq. Ikki xil rangli yonma-yon ko'l, suvi pastga tushmaydigan sharshara. Mana bu mo'jiza joylashgan Flores orolini hamma so'radi. Bu orolda sigirlar odamlardan ko'p. Mamlaqa shirin toshli uychalar ham bor. Hamma yog'i yam-yashil, suvlari esa juda yam tiniq. Gullar va daraxtlarni har xillari bor. Chunki nomi ham o'zbekchasiga Gullar orolida. Biz olgan apartamentdan esa butun shaharcha ko'rinib turadi. Magazindagi oziq-ovqat narxi bizdan ham arzon, havo esa juda ham yoqimli, uylari bejirim. Go'yoki qayg'u bu orolga kira olmaydigandek. Oldindan uzr so'rab o'taman, bu orol yer yuzidagi ikkinchi eng chiroyli joy.